Assalomu alaykum Cherry Adaymaster Buxoro obunachilari. Sizlarning ko'z oldingizda Arizo 8 gibridimiz bo'ladi. Bu mashinamiz 1.5 turbina motor va elektromotor bilan jihozlangan. Ot kuchiga keladigan bo'lsangiz 347 ta ot kuchi 0 dan 100 gacha 5.2 sekundda chiqadi. Mashinamiz bitta krugovoy obzor qilamiz va ichki qismiga o'tamiz. Ketdik. Xo'sh, mashinalarimiz funksiyasiga va qulayliklariga keladigan bo'lsak, mashinamizda panorama yuki, oldi faralar LED optikasi bilan bo'ladi. Chapga, o'ngga buriladi pоворot qilgan paytingiz. Yerdan balandligi ham balandgina, o'zimiz Malibudan anchagina baland, uzunligi 10 sm kichik bo'lsa ham, lekin funksiyalari bo'yicha, yurishi bo'yicha, hadovoy bo'yicha Malibuni suvini damini berib yuboradi. Endi to'g'ri kimdirlar Malibu zo'r deb keladi, obro'si bor, unisi bor deb, lekin men o'zim bo'lganda shu mashinani olgan bo'lar edim. To'ch. Endi ichki qismiga keladigan bo'lsak, ichki qismi ham polni chiroyli qilib ishlangan. Hozir ichki qismini ham olamiz. Ketdik. Ichki interyeriga keladigan bo'lsak, mashinamizda multimedia sportivniy rul bilan jihozlangan. Rullari ham o'ziga o'xshab yengilgina. Yana bu rulni nastroyka qilsangiz bo'ladi. O'ziga moslab bemalol monitor ichida nastroykalari bor. Tormozlarini o'zini nastroyka qilsangiz bo'ladi. Plus tarafi mashinani zavod qilish uchun, ya'ni yoqish uchun start stop yoki mana bu knopkani bosib o'tirmaysiz. Bitta oyoqni olasizda, tormozni bosasiz, mashina o'zi zavod bo'ladi, yonib tayyor bo'ladi. Mashinamizni ot kuchiga keladigan bo'lsa, 347 ta ot kuchi. Nimaga bunaqa deyapman? O'sh 1.5 turbina motor va elektromotor bilan jihozlangan общий ot kuchi 347 ta. 0 dan 100 gacha 5.2 sekundda chiqadi mashinamiz. Kojunli salon, беспроводной zaryadnik, joystik bilan jihozlangan, 360 kamera, slipoy zona mashinamizda, CarPlay hamma narsasi bor, Android Auto'largacha. Plus o'zini zvukovoy управленияsi ham bor mashinamizda. Ya'ni nima deganim? Bitta bosamiz, Слушай, открой люк. хорошо. Lyukni ochadi. Endi hamma videoda lyuk deysiz deyapsizlar. Endi to'g'risini aytaman, kondisioner, oynalar chap yoki o'ng oynalarni yopib ochadi. Katta crossoverlarimizda bagajni avtomatik ochilgani uchun bagajlarni ham ochadi Cherry'imiz o'zimiz. Ya'ni o'zimiz xalq tilida aytganda Alisamiz. Yana bosib turib, Я тут. закрой люк до конца. Хорошо. O'zi bemalol yopadi mashinamiz. 360 kamerasi поворотni yoqqan payti sразу ham ishlaydi mashinamizda. 360lari chapga o'ng yoqishingiz bilan sразу ishlaydi mashinamizda. Yurishlari, tortishlari, hadovoyiga keladigan bo'lsak, mashinamiz juda zo'r. Bu mashinamizni 345 millionligi, bu mashinamizda nima funksiyalari bilan farq qiladi desanglar, 365 millionligi bilan aslida Sony brend kolonkalari bilan jihozlangan bo'ladi, 365 millionligi. Unda plus subwoofer ham bo'ladi. Bunda Arizo o'zining kompaniyasini chisti reallik kolonkalar qo'yilgan. Buni akustikasi ham zo'r. Pishilkalari o'ng chap tarafda, kapot usti karbonlari, o'zining qo'shimcha kolonkalarigacha qo'yilgan mashinamizda. Yurishlari, hadovoylari juda zo'r mashinamiz. Agar D ga urmoqchi bo'lsak, skorost olib D ga uramiz, mashina sekin yurishni boshlaydi. Tormoz nastroykalari ham bemalol taxlab olib, qo'yib olib qo'ysalar, sразу R ga ursanglar, zadniy kamera polni chiqib, o'zi ko'rsatib ketadi. Yana qaytib o'chirmoqchi bo'lsanglar, просто penni bosasiz, parkovkaga qo'yasizlar, o'zi avtomatik o'tadi. Hozircha shu. Endi bagaj qismi, orqa qismlarini ham bir videoga olib o'tamiz. Ketdik. Mashinamizning orqa qismiga keladigan bo'lsa, juda chiroyli did bilan ishlangan. Ko'rayotganingizda pasvetka yonishlari, zadniy stoplarning yonishini qarang, splashnoy yonadi-ku. Bir boshqacha to'ylarda yurgan paytda kechqurun ayniqsa qoshchalarni ham bir chiroyli o'ziga moslab ishlangan. Mashinamiz polni zapas xodi 1400 ta, zapas xodi. Tokni o'zida 150, 160, даже 180 gacha ham yurib bera oladi. Chisi tokni o'zida. Gibrid holatida yurishlari shu 1400, 1450 ta orasida. Mashinamiz aytib o'tganimdek zapas xodiga o'zini zaryadlash sistemasi bo'yicha ustunlik beradi. Ya'ni nima deganim? Zaryadkasi 0% gacha tushmaydi-da. 9-10 bo'lish bilan sразу benzin motor generator vazifasini bajarib, zaryadlash sistemasini o'zi ishlatishni boshlaydi.
Mashinamiz shu tufayli 1400 kilometr чистый yurib bera oladi. Sedan variantiga biznes klass ko'rayotganlar, qiziqayotganlar bo'lsa, kommentariyada o'zingizga qiziq bo'lgan savolingizni yoki nomeringizni qoldiring, biz sizga aloqaga chiqamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.